Pensionerlar, iltimos, bugungi gapimni oxirigacha eshiting. Sizga mana shu qog'ozga imzo qo'ying. Bu oddiy rasmiyatchilik deyishsa, shoshilmang. Aynan shunday, oddiy qog'oz. Sabab odam pensiyasining bir qismini yo'qotishi, qarzdor bo'lib qolishi, uy-joyi yoki bank kartasidan foydalanish huquqini boshqalarga berib qo'yishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerning farzandlariga, nabiralariga va keksalarga yordam berayotgan hamma odamlarga tegishli. Men sizga qo'rqitish uchun emas, ogohlantirish uchun gapiryapman. Chunki ko'p muammo aynan imzo qo'yilgandan keyin boshlanadi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu videoni oilangizdagi yoshi katta insonlarga yuboring. Bir dona imzo ba'zan bir necha yillik muammoga sabab bo'ladi. Avvallari ko'p ishlar oddiyroq edi. Pensiya pochta orqali yoki bank kartasiga tushardi. Odam o'zi borib olardi. Kerak bo'lsa farzandi yordam berardi. Hujjatlar ham ko'proq davlat idoralarida, mahalla yoki pensiya bo'limida rasmiylashtirilardi. Odamlar kimga imzo qo'yayotganini ko'proq bilardi. Chunki hujjatlarning turi kamroq, firibgarlik usullari ham hozirgidek ko'p emas edi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Bank kartalari bor, onlayn kreditlar bor, mikrozayimlar bor. Telefon orqali tasdiqlash bor, notarial ishonchnomalar bor. Kommunal qarzlar, subsidiya, meros uy-joy hujjatlari, davolanish bo'yicha shartnomalar, plastik karta ochish va yopish bo'yicha arizalar bor. Eng xavflisi, ayrim odamlar pensionerning ishonuvchanligidan foydalanadi. Bu sizga foyda, pulingiz tezroq tushadi. Kompensatsiya chiqadi, qariyalar uchun yordam puli bor. Davlatdan qo'shimcha pul olasiz deb qog'oz uzatadi. Men ko'p marta shuni ko'rganman. Pensioner qog'ozning nomini o'qimagan, ichidagi bandlarni tushunmagan, lekin bolam tezroq imzo qo'ying degan gapga ishonib imzo qo'ygan. Keyin qarasa u kompensatsiya arizasi emas. Kredit shartnomasi bo'lib chiqqan. Yoki pensiyani olish uchun yordam qog'ozi deb o'ylagan. Aslida bank kartasini boshqarish yoki pul yechish uchun ishonchnoma bo'lgan. Yoki uy hujjatlarini tartibga solamiz deyishgan. Aslida oldi sotdi yoki hadya shartnomasiga rozilik bergan. Asosiy masala shuki, imzo qo'yilgan hujjat agar u qonuniy tartibda rasmiylashtirilgan bo'lsa, keyin men tushunmagan edim deyish bilan avtomatik bekor bo'lib qolmaydi. Albatta, sud orqali, huquqni muhofaza qiluvchi organlar orqali himoyalanish mumkin. Lekin bu vaqt, asab, dalil, guvoh, hujjat va ko'p yurishtirishni talab qiladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l muammoni keyin hal qilish emas, boshdan imzo qo'ymasdan oldini olishdir. Birinchi navbatda pensionerlar eng ko'p uchraydigan qog'ozlarni tanib olish kerak. Men har birini sodda qilib tushuntiraman. Birinchi xavfli hujjat bu ishonchnoma. Ishonchnoma degani siz boshqa odamga o'zingizning nomingizdan biror ishni bajarish huquqini berasiz. Masalan, pensiyangizni olish, bank kartangizdan pul yechish, hujjat topshirish, ariza yozish, uy-joy bo'yicha kelishuv qilish. Mashina sotish yoki meros masalasida qatnashish. Ishonchnomaning o'zi yomon hujjat emas, ba'zan juda kerak bo'ladi. Masalan, odam yura olmaydi, kasalxonada yotadi, o'zi bankka bora olmaydi. Shunda ishonchli farzandiga yoki yaqiniga aniq bir ish uchun ishonchnoma beradi. Xavf shundaki, ishonchnoma keng yozilgan bo'lsa, u orqali odam siz o'ylamagan ishlarni ham qilishi mumkin. Masalan, bankdagi barcha hisob varaqlarim bo'yicha pul mablag'larini olish, tasarruf etish, ariza berish, shartnoma tuzish degan jumla bo'lsa, bu juda keng vakolat. Siz faqat bir oylik pensiyani olib keladi deb o'ylaysiz. Lekin qog'ozda u odam bankdagi hisobingiz bo'yicha ancha keng harakat qilishi mumkin. Yana bir misol, ko'chmas mulkim bilan bog'liq barcha ishlarni amalga bor bo'lsa, juda ehtiyot bo'lish kerak. Uy masalasida barcha ishlar degani oddiy ma'lumotnoma olishdan tortib, ayrim holatlarda shartnoma tayyorlashgacha borib qolishi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma faqat aniq ish uchun, aniq muddatga, aniq idoraga berilishi kerak. Ikkinchi xavfli hujjat bu kredit yoki qarz shartnomasi. Hozir pensionerlar uchun qulay kredit, tezkor yordam, foizsiz muddat, bir oyda yopasiz degan takliflar ko'p. Lekin shartnomani o'qimasdan imzo qo'ysangiz, 3 million so'm olaman deb sug'urta, komissiya, jarima, kechiktirish foizi bilan 5 million yoki 6 million qaytarishga majbur bo'lishingiz mumkin. Men oddiy misol keltiraman. Pensioner oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Unga 5 million so'm kredit taklif qilishadi. Oyiga atiga texnik ming so'm to'laysiz deyishadi. Bir qarashda mumkin. Lekin kommunal to'lov, dori-darmon, oziq-ovqat, nevaralarga yordam, yo'l puli bor.
Agar bir oy kasal bo'lib qolsa yoki to'lov kechiksa, jarima qo'shiladi. Keyin pensiyaning katta qismi qarzga ketadi. Odam esa dorisini kamaytirishga majbur bo'ladi. Uchinchi xavfli hujjat bu kafillik. Pensionerlar ko'pincha farzandi, qarindoshi, qo'shnisi uchun kafil bo'lib imzo qo'yadi. Sizdan pul olmaydi, faqat nomingiz kerak deyishadi. Mana shu gap eng xavfli gaplardan biri. Kafillik faqat nom emas. Agar asosiy qarzdor kreditni to'lamasa, bank yoki qarz beruvchi sizdan talab qilishi mumkin. Masalan, o'g'lingiz 20 million so'm kredit oldi, siz kafil bo'ldingiz. O'g'lingiz ishsiz qoldi yoki to'lamadi. Shunda men pul olmaganman deganingiz bilan ish bitmaydi. Chunki siz kafillik hujjatiga imzo qo'ygansiz. Pensiyangizdan ushlab qolish masalasi ham paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun kafil bo'lishdan oldin 3 marta emas, 10 marta o'ylash kerak. 4-chi xavfli hujjat bu hadya, oldi sotdi yoki ulushdan voz kechish bilan bog'liq qog'ozlar. Keksalar orasida uy baribir bolamga qoladi, hozirdan nomiga o'tkazib qo'yay degan fikr ko'p. Men bunday qarorni hech qachon shoshilib qabul qilmaslikni maslahat beraman. Chunki uy nomdan chiqqandan keyin vaziyat o'zgarishi mumkin. Bugun farzand mehribon, ertaga uning turmush o'rtog'i qarzlari, oilaviy nizolari, boshqa bosimlar paydo bo'lishi mumkin. Agar siz yashab turgan uyingizni hadya qilsangiz, keyin o'zingizni himoya qilish ancha murakkablashadi. Albatta, qonunda ayrim himoya mexanizmlari bor, lekin amalda har bir mojaro og'ir kechadi. Masalan, ona 2 xonali uyini o'g'liga hadya qildi. O'g'il ona siz umr bo'yi shu uyda yashaysiz dedi. Lekin bu shart hujjatda aniq yozilmadi. 1 yil o'tib o'g'il kreditga kirib qoldi. Uy garov masalasida muammoga tushdi yoki kelin bilan kelishmovchilik boshlandi. Ona esa men ishonib imzo qo'ygan edim deb qoladi. Shuning uchun uy-joy bo'yicha har qanday hujjatni mustaqil yurisga ko'rsatmasdan imzolamang. 5-chi xavfli hujjat bu ariza deb beriladigan qog'ozlar. Ba'zan ariza oddiy ko'rinadi, lekin ichida siz biror huquqdan voz kechayotgan bo'lishingiz mumkin. Masalan, menga nisbatan da'voim yo'q. Olingan pul bo'yicha e'tirozim yo'q. Ulushimdan voz kechaman. Qarorni tushundim va roziman degan jumlalar bo'lishi mumkin. Bu jumlalar keyin katta ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun ariza ham shartnoma kabi jiddiy hujjat. Eng avvalo yolg'iz yashaydigan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki firibgarlar aynan yolg'iz odamni osonroq ishontirishadi. Uyga kelib ijtimoiy yordam ro'yxati tuzyapmiz. Pensiyangiz oshadi. Dori uchun kompensatsiya bor. Plastik kartangizni tekshiramiz deyishlari mumkin. Hech qachon uyga kelgan notanish odam pasport, bank karta, PIN kod, telefoningizga kelgan SMS kodni bermang. SMS kod bu sizning elektron imzongizga o'xshaydi. Uni aytsangiz, ular sizning nomingizdan operatsiya qilishi mumkin. Ikkinchi guruh bu sog'lig'i sabab ko'p joyga bora olmaydigan, ko'z yaxshi ko'rmaydigan yoki eshitishi qiyin bo'lgan pensionerlar. Bunday holatda odam qog'ozni to'liq o'qimasdan, ha, tushunarli deb imzo qo'yib yuborishi mumkin. Men bunday odamlarga har doim bitta qo'yda aytaman. Imzo qo'yishdan oldin qog'ozni baland ovozda o'qitib oling. Keyin o'zingiz ishongan odamga telefon qiling, suratga olib yuboring, shundan keyin qaror qiling. 3-guruh bu qarindoshlarga haddan tashqari ishonib, hujjatni o'qimaydiganlar. Men qarindoshga ishonmang demayman. Lekin hujjatga ishonch alohida masala. Yaxshi farzand ham ba'zan hujjatning oqibatini tushunmasligi mumkin. Masalan, o'ta kafillik qilsangiz bo'ldi, men to'layman deydi. U haqiqatdan ham to'lash niyatida bo'ladi. Lekin hayotda kasallik, ish yo'qotish, biznes yurishmasligi, narx oshishi bo'ladi. Keyin muammo otaning pensiyasiga keladi. Kimlar unchalik xavotir qilmasligi mumkin. Agar hujjatni to'liq o'qigan bo'lsangiz, mazmunini tushungan bo'lsangiz, o'zingiz xohlagan ish aynan qog'ozda yozilgan bo'lsa, muddat va vakolatlar aniq bo'lsa, nusxasini olgan bo'lsangiz va mustaqil maslahat olgan bo'lsangiz, unda qo'rqishga hojat yo'q. Muammo imzoning o'zida emas, imzoni tushunmasdan qo'yishda. Ba'zi holatlarda imzo qo'yish zarur bo'ladi. Masalan, pensiyani bank kartasiga o'tkazish uchun ariza, davolanish muassasasida rozilik hujjati, notariusda meros hujjatlari, ijtimoiy yordam olish uchun anketa, kommunal tashkilot bilan shartnoma. Lekin zarur hujjat ham ko'r-ko'rona imzolanmaydi. Har bir zarur hujjatda 3 narsani tekshirish kerak. Hujjatning nomi nima? Men nimaga rozilik beryapman? Bu hujjat menga qanday majburiyat yuklaydi? Bir nozik jihat bor. Ba'zan hujjatning birinchi sahifasi oddiy ko'rinadi. Asosiy shartlar esa keyingi sahifalarda bo'ladi.
Siz faqat oxirgi sayfaga imzo qo'yasiz, lekin imzo butun hujjatga tegishli bo'ladi. Shuning uchun faqat shu yerga imzo qo'ying deyishsa, men hamma sayfasini o'qib chiqaman deb ayting. Agar shoshilishsa bu xavf belgisi. Halol tashkilot mijozga o'qish uchun vaqt beradi. Yana bir nozik masala bu bo'sh joylari bor qog'oz. Hech qachon sana, summa, ism, manzil, muddat yozilmagan bo'sh joylari bor hujjatga imzo qo'ymang. Keyin u joylarga sizga zararli ma'lumotlar yozilishi mumkin. Masalan, siz 3 oyga ishonchnoma deb o'ylaysiz. Keyin muddat boshqa yozilib qoladi. Yoki 1 million so'm oldim degan tilxatga o'xshash qog'ozda summa bo'sh bo'ladi. Bu juda xavfli. Telefon orqali tasdiqlash ham alohida masala. Hozir ko'p bank va xizmatlar SMS kod yoki ilova orqali tasdiqlanadi. Ayrim firibgarlar men bank xodimiman, kartangiz bloklanadi, kodni ayting deydi. Esingizda bo'lsin, bank xodimi sizdan SMS kodni so'ramaydi. Agar kimdir SMS kod so'rasa, demak u sizning pulingizga kirishga harakat qilyapti. Telefon orqali roziman deyish ham ayrim xizmatlarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun notanish qo'ng'iroqlarda moliyaviy ma'lumot bermang. Yana bir xavf bu pensiyangiz oshadi degan va'da. Pensiya oshishi qonuniy tartibda bo'ladi. Odatda rasmiy idoralar, prezident farmonlari, pensiya jamg'armasi, bank yoki davlat xizmatlari orqali amalga oshadi. Hech kim sizning uyingizga kelib imzo qo'ysangiz pensiyangiz 2 barobar bo'ladi deb real ish qilmaydi. Agar qo'shimcha to'lov, kompensatsiya yoki nafaqa masalasi bo'lsa, buni rasmiy idora orqali tekshiring. Endi eng muhim qism. Nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, har qanday hujjatni qo'lga olganingizda avval nomini o'qing. Shartnoma, ishonchnoma, kafillik, tilxat, ariza rozilik, hadya shartnomasi. Oldi-sotdi shartnomasi degan so'zlarni ko'rsangiz, darhol ehtiyot bo'ling. Bu hujjatlar oddiy ro'yxat emas, huquqiy oqibat tug'dirishi mumkin. Ikkinchi qadam, men bu hujjat bilan nimaga majbur bo'lyapman deb so'rang. Agar javob aniq bo'lmasa, imzo qo'ymang. Hech narsa bo'lmaydi. Rasmiyatchilik hamma qo'yapti. Sizga foyda degan javob yetarli emas. Sizga oddiy tilda tushuntirib berishlari kerak. Masalan, bu hujjat bilan siz falon odamga faqat falon bankdan bir oylik pensiyani olish huquqini beryapsiz. Muddati 30 kun desa, bu aniqroq. Lekin hamma ishlarni bajaradi desa, xavfli. Uchinchi qadam, hujjat nusxasini oling. Imzo qo'yishdan oldin ham, keyin ham nusxa sizda bo'lsin. Suratga olib qo'ying. Agar kimdir suratga olmang, nusxa kerak emas desa, bu ham xavf belgisi. O'z hujjatingizni ko'rishga, nusxa olishga haqqingiz bor. 4-qadam. Mustaqil maslahat oling. Mustaqil degan hujjatni olib kelgan odamning tanishi emas, o'zingiz ishongan yurist, notarius, davlat xizmatlari xodimi, mahalla mas'uli yoki huquqiy maslahat beradigan mutaxassis. Ayniqsa uy-joy, kredit, kafillik, meros katta summa, bank hisob varaqlari bo'yicha hujjat bo'lsa, mutaxassissiz imzo qo'ymang. 5-qadam, agar hujjat bank kredit yoki qarzga oid bo'lsa, umumiy summani so'rang. Faqat oylik to'lov qancha deb emas. Jami qancha qaytaraman? Foiz nechi? Komissiya bormi? Sug'urta bormi? Kechiksam jarima qancha? Muddatidan oldin yopsam nima bo'ladi deb so'rang. Masalan, siz 5 million olsangiz, jami 6 million 800 ming qaytarishingiz mumkin. Buni oldindan bilish kerak. 6-qadam. Kafillikda alohida ehtiyot bo'ling. Men pensioner odamlarga shuni maslahat beraman. Agar qarzni o'zingiz to'lashga tayyor bo'lmasangiz, kafil bo'lmang. Chunki kafillikning haqiqiy ma'nosi shuki, qarzdor to'lamasa men to'lashim mumkin degan majburiyatga rozilik berasiz. Bu qarindosh bo'lsa ham, qo'shni bo'lsa ham, nevarangiz bo'lsa ham o'zgarmaydi. 7-qadam. Uy-joy bo'yicha hech qachon bosim ostida imzo qo'ymang. Bugun imzo qo'ymasangiz imkoniyat ketadi. Notarius kutyapti, hamma tayyor, keyin kech bo'ladi deyishsa, aksincha to'xtang. Uy masalasida bir kun emas, bir hafta o'ylash ham kam emas. Hujjatda sizning yashash huquqingiz, muddat, shartlar, boshqa merosxo'rlar bilan munosabat aniq yozilishi kerak. 8-qadam. Agar allaqachon imzo qo'yib yuborgan bo'lsangiz, yashirmang va kechiktirmang. Darhol hujjat nusxasini toping, bankka, notariusga yoki tegishli idoraga murojaat qiling. Agar firibgarlik alomati bo'lsa, ichki ishlar organlariga ariza bering. Bank kartangiz xavf ostida bo'lsa, bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklang. Telefoningizga kelayotgan kodlar, qo'ng'iroqlar, yozishmalarni o'chirib tashlamang. Bular dalil bo'lishi mumkin. 9-qadam. Oilada oldindan kelishib oling. Pensioner
Ota-onangizga shunday qo'yda qo'ying. Hech qanday hujjatga farzandlardan biri yoki ishonchli odam bilan maslahatlashmasdan imzo qo'yilmaydi. Bu ularni nazorat qilish emas, himoya qilish. Hatto oddiy arza bo'lsa ham suratga olib yuborsin. Bir daqiqalik tekshiruv ba'zan bir yillik sudlashishdan qutqaradi. 10-qadam o'zingiz bilan kichik eslatma olib yuring. Unda SMS kodni hech kimga bermayman. Bo'sh qog'ozga imzo qo'ymayman. Kafillikka shoshilmayman. Uy hujjatni yuritsiz imzolamayman. Hujjat nusxasini olaman deb yozib qo'ying. Bu oddiy ko'rinadi, lekin stress paytida odam unutadi. Eslatma esa eslatadi. Bir pensioner ayolni tasavvur qiling. U oyiga 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Unga tanishi doriga pul kerak bo'lsa, tez kredit olib beraman deydi. Ayol 4 million so'm oladi. Lekin shartnomada sug'urta va komissiyalar bilan jami qaytariladigan summa 6 milliondan oshadi. Oylik to'lov 600 ming so'm. Dori darmoniga 500 ming, kommunalga 2 ming, oziq-ovqatga kamida 700 ming kerak. Natijada u har oy qarzga kiradi. Muammo pul olganda emas, shartni tushunmasdan imzo qo'yganida. Yana bir misol. Ota o'g'liga yordam berib kafillikka imzo qo'ydi, kredit 30 million so'm. O'g'il birinchi 6 oy to'ladi. Keyin ishdan bo'shadi. Bank talabni kafilga ham qaratdi. Ota men pulni olmaganman dedi. Lekin hujjatda uning majburiyati bor edi. Endi u pensiyasidan ushlab qolinishdan qo'rqadi. Oilada janjal, asabiylik, sog'lik yomonlashadi. Bitta imzo butun oilaning munosabatini buzib yuborishi mumkin. Yana bir holat. Kampirga uyingizni nevarangiz nomiga o'tkazing. Baribir sizniki faqat hujjatda shunday bo'ladi deyishdi. U hadya shartnomasiga imzo qo'ydi. Keyin nevara uyni sotmoqchi bo'ldi. Kampir men rozi emasman dedi. Lekin uy allaqachon boshqa nomda. Agar hujjatda kampirning umr bo'yi yashash huquqi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, nizoni hal qilish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun mehr bilan qilingan qaror ham huquqiy jihatdan to'g'ri yozilishi shart. Yana bir misol juda oddiy. Odamga kartangizni almashtiramiz deb qo'ng'iroq qilishadi. SMS kod so'rashadi. Pensioner kodni aytadi. Bir necha daqiqada kartadan pul yechiladi yoki onlayn qarz rasmiylashtiriladi. Bu yerda qog'oz bo'lmasligi ham mumkin, lekin tasdiqlash mohiyatan imzoga o'xshaydi. Shuning uchun bugungi dunyoda imzo faqat ruchka bilan qo'yilmaydi. SMS kod, ilovadagi tasdiq, telefon orqali rozilik ham xavfli bo'lishi mumkin. Men bugun sizga bitta asosiy fikrni yetkazmoqchiman. Pensionerlar hech qachon tushunmagan qog'ozga imzo chekmang. Oddiy rasmiyatchilik degan gapga ishonib ketmang. Hujjatning nomini o'qing, mazmunini so'rang, nusxasini oling, yaqinlaringiz yoki mutaxassis bilan maslahat qiling. Ayniqsa ishonchnoma, kredit, kafillik, hadya, oldi sotdi. Ulushdan voz kechish, bank kartasi va SMS kod bilan bog'liq masalalarda juda ehtiyot bo'ling. Agar siz pensioner bo'lsangiz, bugundan boshlab bitta qoida qiling. Men shoshilmayman, avval tekshiraman, keyin imzo qo'yaman. Agar sizning ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensioner bo'lsa, ularga bu qoidani tushuntiring. Ularni ayblamang, qo'rqitmang, balki himoya qiling, chunki firibgarlar aynan ishonch, shoshilish va hujjatni tushunmaslikdan foydalanadi. Izohlarda yozing. Siz yoki tanishlaringiz shunday qog'oz, kredit, kafillik yoki ishonchnoma bilan muammoga duch kelganmisiz? Tajribangiz boshqalarga ham foyda bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta oilangizdagi pensioner insonlarga yuboring. Bitta ogohlantirish kimnidir katta yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin.